Yana sportda ulkan g'alaba. Belbog'li kurash bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zolari Hindistonda bo'lib o'tgan xalqaro turnirda 20 ta medalni qo'lga kiritdi. Haryana shtatining Rotak shahrida tashkil etilgan yoshlar festivali doirasida o'tkazilgan musobaqada O'zbekiston, Hindiston va Rossiya kurashchilari ishtirok etdi. Polvonlar belbog'li kurashning klassik va erkin yo'nalishlarida o'zaro kuch sinashish uchun gilamga chiqdi. Mamlakatimiz vakillari turli vaznlarda 8 ta oltin medal, jami 20 ta medalni qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ldi. Turnirda 20 kishilik ortiq delegatsiya bilan qatnashdik, dedi O'zbekiston belbog'li kurash federatsiyasi raisi Ravshan Dastirov. Biz Hindiston va Rossiya vakillari bilan ushbu do'stlik turnirini har yili an'anaviy tarzda o'tkazishga kelishib oldik. 2026-yil musobaqani O'zbekistonda qabul qilamiz. Gilamda bo'lib o'tgan qizg'in bellashuvlar milliy sport turimiz xalqaro maydonda yanada ommalashib borayotganini namoyish etganidan mamnun bo'ldik. Joriy yil belbog'li kurash bo'yicha qator xalqaro musobaqalar o'tkazilishi belgilangan. Ulardan eng yirigi jahon chempionatini may oyida Nukus shahri qabul qiladi.